Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan aviakassaviy xodim Jahongir Juma 30-sentyabr 2025-yil aeroport Pulkovodamiz Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha Yutur kompaniyamizga registratsiyamiz boshlangan, joylarimiz polni to'lgan. Xudo xolasa pasajerlar chiroyli qilib o'tkazishda davom etamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, aviakassaviy xodimlari xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilib mana bu yerdan o'tasiz, tamojnaga mana kirib ketaverasiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, aviakassaviy xodimlariga qo'ldan kelgancha yordamlarni biz aytgan vremyaga shu yetib kelsalaringiz bo'ldi, xudo xolasa chiroyli qilib kuzatishga harakat qilamiz. Ko'plar aytadi, tanishim bor edi, tanishim taksisi bor edi, tanishim uxlab qolgan edi deb bu narsani gruppaga ham aytib o'tdim. Hozir menda shunaqa holat bo'lgani uchun tanishingiz kutib turib yoki reysdan qolib ketmasligingiz kerak. Undan ko'ra shu taksini zakaz qilasiz, 1000 rubl bilan sizni aeroportga olib kelib qo'yadi. Shuning uchun shu aytilgan vremyaga kelaverasiz. Mana Samarqandga soat 11 da o'tish kerak. Bitta pasajerim telefon qilyapti-dagi. Aka, tanishim bor edi, uxlab qolibdi. Hozir taksi urayman, olmayapti. Men Zagrebda turaman, kuda-suda degan. Nima qilsam bo'ladi dedi. Men qayerdan bilaman? Men u narsalarga javob beraman. Aytilgan vremyaga yozilgan registratsiya vaqtiga kelishga harakat qilaveringizlar. Aviakassaviy xodimlarini kuzatishda davom etingizlar. Bir dona like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yingizlar.